Bugun 20-mavzu IDC birinchi qism matematika. Sizlar bilan algebrik kasrlarni ikkinchi qismini davom ettiramiz. O'tgan mavzuyimizda demak asosan oddiy bir qisqartirish kasrlarni, harfli kasrlarni va ularga umumiy mahraj berish, shunga o'xshagan oddiyroq misollarni ko'rgan edik. Lekin unda ham qisqa ko'paytirish formulasi eng muhim rol o'ynagan. Bu yoqda ham qisqa ko'paytirish formulasi juda ko'p rol o'ynaydi. Demak, ifodani soddalashtirishimiz uchun bizga qisqartirishimiz kerak bo'ladi. Hozir uning uchun umumiy mahraj beramiz. X, Y uchun demak bunga X beramiz, bunga Y beramiz. Ana endi bunga Y, bunga X beramiz. Endi buni yozib olamiz. X kvadrat minus Y kvadrat bo'ladi. Taqsim X, Y ni ko'paytmasi bunaqa yoziladi. Bo'luv srazu ko'paytiruvga o'zgartiramiz-da, buni ham mahraj X, Y tepaga chiqib ketadi. Bo'luv ko'paytiruvga o'zgargani uchun bu yoqda Y minus X bo'ladi. Endi qaranglar, X, Y ile ko'paytirganda qisqartirish imkoniyatimiz bor. Buni men qanaqa X minus Y, X plus Y qilib qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra ikkita qovusga ajratishga haqqim bor. Buni minus qovus tashqariga chiqarib X minus Y qilib yozishga haqqim bor. Ana o'shanda mana bu X minus Y ile qisqarib ketganda suratda demak X plus Y qoladi, mahrajda esa minus 1 qoladi. Biz buni ta'sir qildirib yuboradigan bo'lsak, bo'lib yuboradigan bo'lsak, minus X minus Y degan javobga ega bo'lamiz. Ana endi keyingisida ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yoqda ham X kvadrat minus Y kvadratni ikkita qovusga ajratsa, bittasi X minus Y, bittasi X plus Y. Demak, bunga X plus Y yetishmayapti. Bunga Y, bunga X. Ana. Endi buni suratida mana mahraji aniq. X kvadrat minus Y kvadrat. Buniki. Tepasi X plus Y plus X minus 3Y. Ko'paytiruv mahraji X, Y surati X plus Y. Ana. Endi men buni soddalashtiraman. X ga X qo'shsam 2X bo'ladi. To'g'rimi? Endi Y dan 3Y ni ayirsam minus 2Y bo'ladi. Mana. Endi pastida X kvadrat minus Y kvadrat bor. Ko'paytiruv X plus Y taqsim X, Y. Mana bu yerdan men 2 ni chiqarib yuborsam X minus Y qoladi. Ko'paytirsam bunga X kvadrat minus Y kvadrat bo'ladi. Mana men X minus Y bilan X plus Y ni ko'paytirsam. Ana endi mahrajida X kvadrat minus Y kvadrat bor. Ko'paytiruv buni o'rnida 1 qoldi, bu yerda X, Y qoldi. Mana bular bir xil bo'lgani uchun qisqarib ketadi. 2 kere 1 2 taqsim X, Y. Ana. Javob shu. Endi keyingisida e'tibor qilinglar, X minus Y, X plus Y o'rtada qo'shuv bor. Demak, men bunga X plus Y ko'paytiraman, bunga X minus Y ko'paytiraman. Chunki bu yoqda minusligi bor, plus yetmayapti. Bu yerda plusi bor, minus yetmayapti. Endi bu 1 bo'lgani uchun bu yerda necha bo'lsa o'shani ko'paytiraman. Demak, X kvadrat plus Y kvadrat. Ana, endi buni qo'sni ochaman. X plus Y ni o'zini o'ziga ko'paytirsam kvadrat bo'ladimi? To'la kvadrat qanaqa edi? X plus Y ning kvadrati X kvadrat plus 2 ta X Y plus Y kvadrat edi. O'rtada qo'shuv endi xuddi shuni minusligi. X kvadrat minus 2X Y plus Y kvadrat. Ana, birinchi kasrimiz surati to'liq bo'ldi. Mahraji esa X plus Y, X minus Y. Bu degani X kvadrat minus Y kvadrat degani. O'rtada ko'paytiruvni bu yoqqa yozaman. Demak, X kvadrat plus Y kvadrat. Endi mana minus bo'lgani uchun 2 ta Y kvadratni yoniga yozib qo'yaman. Taqsim X kvadrat qo'shib Y kvadrat barobar. Endi bu yoqda mana bu 2X Y dan ayiramiz 2X Y ni. Bular qisqarib ketadi. O'shanda 2 ta X kvadrat 2 ta Y kvadrat bo'lgani uchun birato'la 2 ni qo'shib tashqariga chiqarib olaman. 2 ko'paytirib qo'shib X kvadrat plus Y kvadrat. Endi mahrajida X kvadrat minus Y kvadrat. Mana shuni teparoq yozish kerak. Ko'paytiruv. Buni X kvadrat bittadan 2 ta Y ni ayirsam minus 1 ta Y kvadrat qolishini yozamiz. Mahrajida X kvadrat plus Y kvadrat. Endi X kvadrat plus Y kvadratdan bu yoqda ham bor. Qisqarib ketadi. Bu bilan qisqarib ketadi. O'shanda faqat javob necha qolyapti?
2 qilyapti. Demak, misolimiz javobi точный 2 ekan. Endi keyingi misolimizda ko'rayotgan bo'lsanglar, men hammasini ketma-ket oldingi videolarimda toqlarni ishlab ketardim. Bu yerda 3 ta tashlab ishlayman, chunki bir-biriga o'xshash ekan. Nima keragi bor? Повторный misolni ishlab. Asosiysi umumiy mahraj berish va qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanishni bilsanglar bo'ldi. Endi bu yoqda x plus 4y, 4y minus x. Demak, men bu yoqqa 4y minus x ni ko'paytiraman. Bu yoqqa 4y plus x ni ko'paytiraman. Ana, o'shanda tepasi 4y minus x, 4y plus x. Mahraji esa xuddi shuni 4y ni kvadrati minus x ni kvadrati. Bo'luv ko'paytiruvga o'zgarib x kvadrat minus 16y kvadrat taqsim y bo'lib o'rin almashadi ko'paytiruvga o'zgarganda. Endi tepasida mana bu x lar bir-biridan ayrilib ketadi. 4y ga 4y ni qo'shsam bu ikkalovi 8y bo'ladi. Mahraji esa qaranglar. Minusni chiqarib yuboraman bu yerdan bundoq qilib. O'shanda x kvadrat minus mana bu 16y kvadrat bo'ladi. Nimaga chiqardim? Chunki mana bu bilan qisqarish uchun. Chunki bu yerda o'rni almashgan holat edi. Ana endi bu yerda y ni o'zi. Bu ikkalovi qisqarib ketadi, y lar ham qisqarib ketadi. Minus bilan 8 qoldi. Demak, javobimiz minus 8. Ana. Endi buni qanaqa ishlanadi? Bu yoqda bunga umumiy mahraj beraman a minus b, bunga a plus b beraman. Endi suratini o'zini ishlab olaman. A minus b keyin minus a minus b ikkalovga ta'sir qiladi. Taqsim a plus b a minus b ni ko'paytmasi a kvadrat minus b kvadrat bo'ladi. Taqsim 3. Endi qaranglar, shuni hozir keyingi qatorda o'zgartiraman. A lar qisqarib ketadi. Mana bu 2 ta minus b, minus 2b taqsim. Buni o'zini 2 ta qo'sga ajrataman. A minus b, a plus b. Endi mana bu o'rtada bo'luvni ko'paytiruvga o'zgartirib, buni surat mahraji almashadi. A minus b tepaga chiqadi, 3b pastga tushadi. Ana endi a minus b lar qisqarib ketsa, b ham qisqarib ketsa, demak tepada minus 2 qoladi, pastda 3a plus b qoladi. Tushunarlimi? Endi bu yoqda e'tibor qilamiz. Umumiy mahraj berish uchun biz buni x plus y ko'paytirishimiz kerak, lekin unda juda ham qo'pollashib ketib qoladi ifoda. Lekin men buni ikkita qo'sga ajratib qisqartirib olishga haqqim bor-ku, to'g'rimi? Bu qisqarib ketadi. O'shanda birinchi mana bunda x plus y qolyapti. Buni o'zini ham x plus y va e'tibor qilinglar, x kvadrat minus xy plus y kvadrat qilib ajratib ola olaman. Bu yoqda x minus y, x plus y bor. Bunga y, bunga x bersam, o'shanda y minus x taqsim xy bo'lyapti. Ana, endi bu pluslari qisqarib ketadigan bo'lsa, bunga nima kerak bo'lyapti? Qisqartirmay tursam bo'lar ekan, qaranglar. Nimaga deyman? Chunki mahraj x minus y bir xil bo'lib qolyapti. Demak, buni qisqartirmay turaman. Ana. Xuddi mana shu narsani bu yoqqa ko'chiraman. Ko'pchilik sirazi qisqartirib yuboradi. Men xuddi shunday xatodan boshladim. Endi bu xatoligini tushundinglar. Demak, x kvadrat minus y kvadrat taqsim x minus y. Zato mahraj bir xil bo'ldi. Endi bemalol qo'shganimda mana bu x kvadratga x kvadrat 2 ta x kvadrat bo'ladi. Minus y kvadratga plus y kvadratlar qisqarib ketadi. Minus xy qolyapti. Mahrajida esa x minus y bor. Ko'paytiruv bu qo'sni minusini ta'sir qildirib olsam, qanaqa bo'ladi? X minus y taqsim xy minusini oldinga yozib qo'yaman bunday qilib. O'shanda bular qisqarib ketadi va bu yerdan men x ni chiqarib olsam, qo's ichida 2x minus y qoladi. Ana shunda bu x lar ham qisqarib ketsa, nima qoladi? 2x minus y taqsim y degan ifoda qoladi. Mana oldida minusi bor. Buni ham minusini ta'sir qildirib olsak, y minus 2x taqsim y bo'lib o'rin almashadi. Agar
minusli ta'sir qildirilgan variant kerak bo'lsa. Ana endi keyingi misolimizda bu yerdan men 2x ni qo'shib tashqariga chiqarib olaman. X plus 3x, to'g'ri, x plus 3 qoladi. 2x chiqarib olsam x plus 3 qoladi. Bu yoqdan x ni chiqarib olsam x kvadrat minus 9 qoladi. Buni o'zini men x minus 3 x plus 3 qilsam qisqarib ketadi. Ana endi tengmi turaman, lekin mana bu yerga x plus 3 beraman, bu yerga x minus 3 beraman. Ana endi tepasi x kvadrat to'g'ri x kvadrat minus 9, bu yoqda 2x x plus 3. Endi ko'paytiruv qaranglar. X plus 3 dan ayiraman x minus 3 ni. X lar qisqarib ketadi, bir-biridan ayrilib, minus 2 minus plus 3 bo'lib, 3 ga 3 6 bo'ladi. Mahraji esa x minus 3 x plus 3 ko'paytmasi bizda x kvadrat minus 9 ni beradi. Ana o'shanda x kvadrat minus 9 lar ketadi. Bu yoqda x lar ketadi. 2 lar ham ketsa, bu yoqda 3 qoladi. Ana o'shanda javobimiz 3 taqsim x plus 3 qoladi. Ana. Tushundinglarmi? Shu bilan 1 dan 20 gacha ham soddalashtiring degan shartimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi keyingisi qaranglar, bu yoqda yana soddalashtiring deyilyapti. Xo'p, bu yerda uzunroq misollar ekan, o'shaning uchun ikkita qator yozmadim. Xo'p, endi e'tibor qilinglar, bu yerda ham baribir o'sha gap, umumiy mahraj berish asosiy narsa. X plus 2 ikkalovida bor. Bunda x plus 1 ortiqcha, bunda x plus 3 ortiqcha. Demak, men mana bu yoqqa x plus 3 ko'paytiraman. Bu yoqqa x plus 1 ko'paytiraman. Ana o'shanda buni surati 2x plus 4 bo'ladi. Qo'shib chiqarib olsam x plus 2 qoladi. Mahrajida esa nima bor? X plus 1 bor, x plus 2 bor, x plus 3 bor. Ucholovini ko'paytmasi bo'ldi. Mana bu ko'paytiruvga o'zgarib x plus 1 taqsim 2 bo'lib o'rin almashadi. Juda ham oson. X plus 1 lar ketadi, x plus 2 lar ketadi, 2 lar ketadi. Tepada nechi qoldi desanglar 1 qoldi. Pastda nechi qoldi desanglar x plus 3 qoldi. Ana, tushunarli. Endi bu yoqda albatta bu nechi bo'lsa o'shani beraman, chunki buni mahraji 1. A minus 1 beraman bu yoqda. Ana, o'shanda a kvadrat minus a qoladi. Ko'paytirsam minus 2 minusga plus minus a kvadrat. Mahraji a minus 1. Bo'luv ko'paytiruvga o'zgaradi, o'rin almashadi. A kvadrat minus 1 ni a minus 1 a plus 1 qilib yozsam bo'ladi. Va mana bu ifoda to'la kvadratni beryapti. A kvadrat plus 4 plus 4. Nimani kvadrati? A plus 2 ni kvadrati. To'la kvadrati. Shunda mana bu a minus 1 lar ketadi. Bu yerdan mana bu a kvadratlar bir-biridan ayrilib ketsa, ikkalovida minus qoldi. Minusni shundoq o'z tashqariga chiqarsam, a plus 2 bo'lib qoladi. Mana bu ko'paytirilganning yoniga a plus 1 bo'lyapti. Mahrajda esa a plus 2 ni kvadrati degani bundan 2 ta degani. Bundan ketadigan bo'lsa, minus a plus 1 taqsim a plus 2. Mana shu bizning окончательный javobimiz. Endi bu yoqda nima qilamiz desanglar, bu yerda ham mahraji 1, demak, xuddi shu narsani beramiz. Ko'rasizlar, 3 ta misol tashab ketsak ham baribir pashti bir xil stildagi savollar bo'lyapti. Endi polni tashab ketishga ko'zim qiymadi, bir xil qiynalishi mumkin, o'shaning uchun ishlab beryapman. Demak, m6 bo'ladi, 3 ga 3 ko'paytirganimizda, qo'shuv 1 kara m3, m3 chi o'zi bo'ladi. Minus mana bu yerda m3 daraja plus 1. Minus 1. Mana bu ikkalovi bir-biriga ta'sir qilib minus m6 taqsim m3 plus 1. Ana, bular ayrilib ketadi bir-biridan. Endi bo'luv ko'paytiruvga o'zgaradi. Men bu narsani tepaga yozaman. Buni pastga yozaman. Ana. Endi bu m kub minus 1 qo'sga ajratsam m minus 1 m kvadrat plus m plus 1 bo'ladi. Kakras mana bular qisqarib ketadi. Buni ham m plus 1, ya'ni a kub plus b kub formula, kublar yig'indisi, kublar ayirmasi. M kvadrat minus m plus 1. Bu kakras buni ikkinchi qovsi bilan o'xshash ekan. O'shanda tepada m minus 1 qoldi.
pastda m plus 1 qoldi. Men hozir buni javobini hozir m kub minus 1 alohida yozib, buni yana yozib, keyin qovusga ajratib o'tirmanda, birato'la turgan joyini o'zida ajratib oldim. Tushunarli-a? Javob mana shu qoldi. Ana endi bu yoqda men bu ko'rayotgan bo'lsanglar, minus 1-daraja degani surat mahrajini aylantirib beradi. Tushunarlimi? Ana o'shanda mana turgan joyini o'zida qisqaradi. Ya'ni a minus 4 yo'q, qisqarmas ekan. Chunki a minus 8 deb bu o'shaning uchun qisqarmas ekan. Endi tepasini o'zini soddalashtirib yuboramiz, yoyib ko'ramiz, qaranglar. O'shanda a minus 4 bo'lsa a minus 8 bo'ladi, keyin a minus 4 plus 4 bo'lsa bitta a ni o'zi bo'ladi. Mana buni bir marta 4, chunki mana bu 4 kvadratida a kvadrat minus b kvadrat formula bo'yicha bir marta ayryapman, bir marta qo'shyapman. O'shanda demak mana a minus 4 a minus 4 plus 4 bo'ldi. Mana buni o'zi. Tegi a ni chiqarib yuborsam a minus 4 qoldi. Minus 1-daraja pakat turibdi. Bo'lmasa chalib ketar ekansizlar. Tepasi a minus 8 a kvadrat minus 16 pakat turibdi. Minus a plus 5 a plus 4. Ana. Endi mana bu yerda to'rtlar qisqarib ketib a qoladi. Bu yerda demak turibdi. Endi shundoq bu yoqqa surib yuboramiz. Sirmas ekan chunki. Xo'p, endi a minus 4 qoldi bu yerda. Yonida a bor. Kakras a'lar qisqarib ketadi. A minus 8 qoldi bu yerda. Surat mahraji almashsa a minus 4 tepaga chiqadi. Bu yoqda a minus 8 pastga tushadi. Ko'paytiruv a minus 8 bu yoqda a kvadrat minus 16. Buni esa a minus 4 a plus 4 qilib yoysam bo'ladi. Ayru a plus 5 a plus 4. Ana. A minus 8 lar ketadi, bular ham ketadi. O'shanda 1 qoladi bu yerda. Bu yerda a plus 4. Demak, 1 minus a minus 5 taqsim a plus 4. Bu degani, demak, 1 dan demak 5 ketsa minus 4 minus a taqsim a plus 4. Eng qizig'i bu yerda minus chiqarib yuborsam a plus 4 qoladi, bu yerda ham a plus 4. Bular ham qisqarib ketsa minus 1 qoladi. Misolni javobi minus 1. Tushunasizlar? Ketma-ket soddalashtirdim. Xo'p, endi keyingi misolimiz bu yerda minus 1-darajada o'tdi. Demak, nima qilamiz? 1 taqsim a plus 1 taqsim b. Ko'paytiruv. Endi qaranglar, bu joyda qovusni ochib yuboraman. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat minus a kvadrat. Mana bu yana minus ta'sir qilib minus b kvadrat. Bu yoqda a kvadrat minus b kvadrat. Ana. Endi bunga a, bunga yo'q, bunga naburut b, bunga a beraman. Endi bular qisqarib ketsa, bir-biridan ayrilib tepada a plus b bo'lyapti. Va bu yoqda 2ab qolyapti ko'paytiruv. Bu yoqda esa ab mahraji, bu yoqda a minus b, a plus b. Ana. Endi bular qisqarib ketsa, men bilan ham qisqarib ketsa, 2 taqsim a minus b bo'lyapti. Tushunarli-a? Endi oxirgi emas, endi 36-misol. Xo'p, bu yoqda e'tibor qilinglar, minus darajalar bor. Bu degani a kvadrat o'zi turaveradi, b ni o'zi a kvadratning mahrajiga tushadi degani. Demak, xo'p, buni demak yozamiz. A kvadrat taqsim b minus b kvadrat taqsim a ni minus 1-si deb yozamiz. Mana minus 1-darajani pastga tushirdim. Mana bu minus 1-darajani pastga tushirdim. Bu joyda turibdi hali. Mana bunda qaranglar. B bu yoqda a. Demak, umumiy mahraj AB bo'lish kerakmi? Uning uchun bunga a yetmayapti, bunga a b yetmayapti, bunga b yetmayapti.
O'shanda nima bo'ladi? A kvadrat plus AB plus B kvadrat taqsim AB bo'lyaptimi? Endi minus birinchi darajasi nima bo'ladi? AB taqsim A kvadrat plus AB plus B kvadrat bo'ladi. Endi o'zi minus birinchi daraja bir taqsim A bo'ladi. Bo'luv bo'lgani uchun yana ko'paytiruv A ga o'zgarib ketadi. Demak, mana bu yerga ko'paytiruv A qilib yozib yuborsak bo'ladi. Tushunadi? Ayru B taqsim A minus B. Qavat bo'lganiga sal chalg'ityapti sizlarni. Umumiy mahraj bunga A beraman, bunga B beraman. O'shanda A kub minus B kub taqsim AB bo'ladi. Endi bu minus birinchi daraja bo'lgancha AB tepaga chiqib ketadi. Mana bu yerdan yozaman. AB tepaga chiqib ketadi. Pastda A kub minus B kub qoldi. Ko'paytiruv A bo'lgani uchun mana bu yerga bunday ko'paytiruv A qilib qo'yaman. Tushunali? Endi mana bu общийsi bo'luv bo'lgani uchun ko'paytiruv mana bu tepaga chiqib ketadi. A kvadrat plus AB plus B kvadrat taqsim va AB pastga tushadi. Как раз AB lar ketadi. Minus mana bu B taqsim A minus B ni yozaman. Mana bu kubni o'zi ikkitaga ajraladi. A minus B A kvadrat plus AB plus B kvadrat. Как раз mana bular ikkinchi qovuslar qisqarib ketadi. Ana o'shanda A tepada qolyapti, taqsim A minus B pastda qolyapti. Keyin minus B tepada qolyapti, A minus B. Voy, buncha chalkash, buncha qiyin demanglar. Chunki endi ketma-ket ishlayapmiz. Agar qiyin tuyulsa, mana shuni videoni, mana shu joyini boshqatdan har bitta joyini ko'rib chiqsanglar, po polочкам tushuntiryapman. Hech tushunmaslik iloji yo'q. Endi men bu chizgan narsam bu tepaniki. Bu mana bu yerdan keyin mana bu yoqdan davom etyapti mana. Bundoq ketyapti. Bir-biriga aralashib ketmayapti bu yerda. Kerakli odam tushunyapti qaysi nima qisqarayotganini. Endi mahraj bir xil bo'lgani uchun bitta qilib yozib yuboraman. A minus B taqsim A minus B. Ana o'shanda javobimiz konkretniy 1 degan javob chiqyapti. Tushunarli-a? Xo'p. Endi keyingi misolimiz. Bu yoqda 1 minus A ni minus birinchi darajasi 1 taqsim A degani. A ni minus ikkinchisi degani 1 taqsim A kvadrat degani. Taqsim 1 minus A plus A kvadrat. Xo'p, umumiy mahraj beraman. Bunga A kvadrat, bunga A, bunga tegmayman. O'shanda A kvadrat minus A plus 1 taqsim A kvadrat. Endi bu ham bo'luv bo'layotgani uchun baribir 1 taqsim bo'lib tushadi, to'g'rimi? Bu degan mana bu yerga tushadi degani. Ya'ni 1 minus A plus A kvadrat. Mana. O'shanda bu yerdan minus chiqarib yuboraman, qaranglar. Mana A kvadrat minus A plus 1 turib tursinda, minus qilib turib, mana bu yerdan minus chiqarib yuboraman. O'shanda baribir qisqarmas ekan. Yo'q, minus chiqarish shart emas ekan. Prosta o'rin almashtirib qo'ysa bo'ldi ekan, qaranglar. A kvadrat turibdi, mana bu A kvadratni bu yoqqa yozaman. Minus A joyida turaveradi, 1 mana. Xullas, mana bu ikkalovi o'rin almashyapti-da. O'shanda bular qisqarib ketadi. Javob 1 taqsim A kvadrat bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, ana endi bu yerda umumiy mahraj berish kerak. Mana bu yerda demak 1 minus A 1 plus A, to'g'rimi? Endi bu yoqdachi A minus 1 kvadrat. Bu yerda 2 ta A minus 1 bor degani. Hamda minus chiqarib olsak, o'zi o'rin almashardi. Minus 3 tepaga berib olsak, o'shanda bu yerga yana bitta A minus 1 kerak, bu yoqqa A plus 1 kerak. Ana o'shanda faqat men bu yerda minusini chiqarib yuboryapman. Minus qilib turib A minus 1 qilyapman. Bo'lmasam bir xil bo'lmay qoladi. O'shanda minus mana bu tepaga ta'sir qiladi. Minus 3 bo'lib. E'tibor qilinglar. Minus 3 A minus 1. Minus 3 A plus 1. Mahrajida qaranglar. A minus 1 dan 2 ta, bitta A plus 1. Demak, mana bunaqa yozamiz. A minus 1 dan 2 ta, bitta A plus 1. Endi ko'paytiruv mana bu qovus kerak emas ekan. Mana ko'paytiruv A minus 1 kvadrat. Minus 6 taqsim 1 plus A deyish shart emas, A plus 1 deb yozamiz odam tiliga o'xshab. Harf birinchi kelgani yaxshi. Ana endi bu yoqda mana bular qisqarib ketadigan bo'lsa, mahrajlar bir xil ko'ryapsizlar. Demak, nima bo'ladi?
Qovus ochadigan bo'lsa, minus 3a plus 3. Minus 3a minus 3. Mana bu yerda plus 6. Taqsim, bu ham a plus 1, bu ham a plus 1. Mana. O'shanda plus 3 bilan minus 3 qisqarib ketadi. Minus 3a ga minus 3a minus 6a bo'ladi. Plus 6. Bu yerda a plus 1. Bu yerdan minus 6 ni chiqarib olsak, a minus 1 qoladi. Bu yerda a plus 1. Hech narsa qisqarmaydi. Shundaylicha javob. Demak, misollarimiz davomini ishlashda davom etamiz. Xo'p, 44-misol. Bu yerda ham demak, umumiy mahraj berish kerak. Bunga a kvadrat beramiz, bunga b kvadrat beramiz. Ana o'shanda surati a kvadrat minus b kvadrat, mahraji a kvadrat, to'g'rimi? Bu tepaga chiqib ketadi. O'rin almashib surat mahraj bo'luvda. O'shaning uchun a kvadrat tepaga chiqib ketsa a kub bo'ladi. Taqsim a kvadrat minus b kvadrat. Minus bu yerda ham b kvadrat tepaga chiqib ketsa b kub bo'ladi. Mahrajida a kvadrat minus b kvadrat bo'ladi. Ana. Endi bu yerdachi desanglar, mana. Xo'p, a kvadrat bor, bunga nima yetmayapti? B kvadrat yetmayapti. Demayaptiki, b kvadrat. Bu yerdachi a b, chunki a b ni ko'paytirsak a kvadrat b kvadrat bo'ladi. Bu yerdachi a kvadrat. O'shanda mana a kvadrat b kvadrat, a kvadrat b kvadrat, a kvadrat b kvadrat bir xil bo'ladi mahraj. Endi bo'luv bo'lgani uchun nima qilamiz? Bundoq qovusga olib turib ko'paytiruv deb turib, mana shu mahrajini tepaga, ya'ni a kvadrat b kvadrat tepaga yozaman. Ana o'shanda mahrajida a kvadrat qo'shuv o'rni almashtirsa bo'ladi-yu qo'shuvda. Mana qo'shuvda buni o'rni almashtirma. A b qo'shuv b kvadrat bo'ldi. Tushunarlimi? Endi bular bir xil mahraji, demak suratida nima bo'ladi? A kub minus b kub, mahrajida esa a kvadrat minus b kvadrat. Ana endi tepasini yoyaman. A minus b a kvadrat plus ab plus b kvadrat. Xo'p, ko'paytiruv mana bu yerda a kvadrat b kvadrat bor. Mahrajida mana a kvadrat minus b kvadratni men nima qilaman? A minus b a plus b qilib ajrataman. Mana bu ko'paytiruvni yoniga yozib qo'yaman. Ana. O'shanda bular qisqarib ketadi, bular qisqarib ketadi. O'shanda javobimiz a kvadrat b kvadrat taqsim a plus b. Mana shu qoldi. Tushunarli? Endi keyingisida, xo'p, bu yerda ham nima qilsak bo'ladi? Umumiy mahraj berib olishimiz kerak. Tepasida ham, pastida ham. Xo'p, endi demak, mana bu yerda 289 degani 1.7 kara 1.7 degani. Demak, mana bu yoqqa ham nima qilamiz? Yana bitta 1.7 ko'paytiramiz. Buni mahraji 1 degani. Demak, bunga 289 ko'paytiramiz. Tushunarli? Ana o'shanda mana bu 1.7 ni kubi. Bu esa 2 ni kubi. Ana o'shanda bunga 1.7 ni kubini ko'paytirsam, tepasida nima bo'ladi qaranglar? 1 plus 8 kara 1.7 ni kubi. 8 ni ham men 2 ni kubi deb yozib olaman. Ko'paytiruv 1.7 ni kubi. Hozir atiylab qo'yaman shu narsani, yordam beradi bizga. Hop. Mana bu verguli mana bu yerda bo'lishi kerak. Ana. Endi mahrajida 1.7 ni kubi bor. Ana endi bu yoqda demak, hammasi mahraji 289. Bu degani, demak, nima bo'ladi? 1.7 ni kvadrati deb qo'yaylik mana shuni. Hammasiga o'shanda 1 minus 2 kara 1.7 plus endi qaranglar. Mana bu 289 1.7 ni kvadrat. 4 2 ni kvadrat. Demak, 2 ni kvadrati 1.7 ni kvadrat qilib ikkita ko'paytma ko'rinishida yozaman. Ana endi tepasida qaranglar. Buni bitta kub qilib yozib yorsam, 2 kara 1.7 3/4 kubi deb yozsam bo'ladi. Ana o'shanda 1 kubi plus 3/4 kubi bo'ldi. Mana 1 kubi deb yozib oldim. Mana bu yoqda bo'lsa 1.7 ni kubi. Ana endi mahrajida 1 minus 2 ko'paytiruv 1.7 plus 2 ko'paytiruv 1.7 ni kvadrati bo'ladigan bo'lsa 3/4 kvadrati bo'ladi. Endi mahrajida 1.7 ni nimasi? Demak, kvadrat.
Endi bu bitta kasr, bu ikkinchi kasr. Bir-biriga nima qilyapti? Bo'lyapti. Demak, ikkinchi kasr bo'luv bo'lgancha surat mahraj almashishi kerak. Bu xuddi a kub plus b kubga o'xshagan holat bo'lyapti. 1 plus 3/4, ikkinchi qovusida esa 1 minus, demak 3/4 kara 1 baribir 3/4 bo'ladi, plus 3/4 kvadrati. Mahrajida esa 1/7 ni kubi. Bu o'ra almashsa ko'paytiruv 1/7 ni kvadrati tepaga chiqadi. Mahrajiga esa mana bu narsani yozaman. Ya'ni 1 minus 2 ko'paytiruv 1/7 ko'paytirib olsam 3/4 bo'lar ekan. Demak 3/4 endi qo'shuv 3/4 kvadrat. Ana qarabsizlarki, mana bu ikkalovi o'xshash bo'ldi, qisqarib ketadi. Bu ikkita bo'lganda bu 3tadan ikkitasi ketadigan bitta 1/7 qoladi. Ana o'shanda tepada 1 qo'shuv 3/4 4/4 bo'ladi, mahrajida bitta 1/7 qoldi. Buni virgullarni bitta-bitta suramiz, 10 ga ko'paytirib, o'shanda 44 taqsim 17 qoladi. Bu degani 17 dan ikkita bor, 34 bo'ladi ikkitasi, ayirsak 10 qoldi taqsim 17. Mana bu bizning oxirgi javobimiz, misolimiz javob. Ya'ni bu yerda kublar yig'indisi va asosan shu formula ishlatiladi. A kub plus b kub formula ishlatiladi. Qolgani umumiy mahraj berib o'shanga moslandi. Bir xil ko'rinish keltirildi. Что mana ko'rasizlar, mantiq qisqarishga moslandi. Endi bizga mana bu ifodani beryapti-da, buni qiymatini topgan deyapti. Xo'p, oldin biz buni soddalashtirib olamiz. Bu qanaqa ko'rinishda ifodaligini anglab olish uchun. Xo'p, m minus ikkinchisi nima degani? 1 taqsim m ikkinchi darajasi minus m. Taqsim buchi 1 taqsim m minus 1 degani. Xo'p, endi nima qilamiz? Demak, bu yerda umumiy mahraj bersak bo'ladi. Qaranglar. Bu yoqda m kvadrat bersam, bu yoqda m beraman. O'shanda 1 minus m 3-darajasi bo'ladi, qaranglar. 1 minus m 3-darajasi. Bu yoqda m kvadrat. Tegida 1 minus m taqsim m barobar 1 minus m 3-darajasi taqsim m kvadrat. Mana bu bo'luv ko'paytiruvga o'zgarib, bu surat mahraj almashadi. M tepaga chiqadi, 1 minus m pastda qoladi. Ikkitadan bittasi ketadigan bo'lsa, bitta m qoladi. Mana buni ham 1 minus m ikkinchi qovusida 1 plus m kvadrat qilib almashtirib o'sha yoyib olaman. O'shanda bular qisqarib ketadi. O'shanda tepada nima qolyapti? 1 plus m kvadrat taqsim m qolyapti. Buni xadma-xad alohida qilib bo'lib chiqadigan bo'lsam, 1 taqsim m plus m ga bo'lsam 1, m kvadratda m ga bo'lsam m. Endi qaranglar. 1 plus to'g'ri, 1 taqsim m plus m. Mana bu ikkalovi javobi necha bizda? 9 mi? Ana, unga 1 ni qo'shsak 10 bo'ladi. Demak, men buni formula bo'yicha mahraj berib, kublar formulasi bo'yicha yoyib, qisqartirib, soddalashtirdim. Oxirida xadma-xad ajratdim. Menga tayyor boshda bergan shabloni foyda berdi. Tayyor qiymat. Shuni o'rniga qo'yib yubordim. Tushunarli? Endi 51-misol. Bu yerda ham, demak, umumiy mahraj berishimiz kerak. Qaranglar, qanaqa umumiy mahraj beramiz? Mana bu yerda hammasi ABC ga mos ekan. Demak, menga nima yetmayapti? Mahrajda BC bo'lsa A yetmayapti. Bunga B yetmayapti. Bunga C yetmayapti. Ana endi bunga BC yetmayapti. Bunga AC yetmayapti. Bunga AB yetmayapti. To'g'rimi? Xo'p, endichi bu yoqda demak C, bu yerda A, bu yerda B yetmayapti. Endi mana bularni hammasini yozadigan bo'lsam, A kvadrat qo'shib B kvadrat qo'shib C kvadrat qo'shib 2BC, 2AC, 2AB bularni hammasi bilasizlarmi nimani formulasi? A plus B plus C ning qavs kvadratining formulasi. Biz buni avvalgi qisqa ko'paytirish mavzulari formulasida o'tganmiz. Demak, buni suratini bittada qisqa ko'rinishda yoza olar ekanmiz. Mahraji hammasi ABC bo'ldi. Bitta qilib bundoq qilaman-da, A, B, C deb qo'yaman. Tushunarlimi? Endi bu yoqda mahraji ABC edi, bo'luv bo'lganga tepaga o'zgaradi, ko'paytiruv bo'lib A, B, C. Bu yoqda surat pastga tushadi, A plus B plus C. Bu yoqda baribir umumiy kvadrat edi. Bu tegidagi bilan tepadigini alohida kvadrati deydigan bo'lsak, bular qisqarib ketadi. Kvadrat
bitta bilan qo'shib, chunki bu ham kvadrat, bu ham kvadrat. O'shani tepada ABC ning kvadratini ABC ga bo'lsak, bitta ABC qoladi. Tushunarlimi? Bu yerda ikkita ABC bor edi, bu yerda bitta ABC. Qisqarib ketadi. Javob ABC qoladi. Endi bu degani ko'paytirib chiqish kerak shu uchta sonni degani. Demak, ABC barobar 0,21 ni bizni qanaqa yozsak bo'ladi? 21 taqsim 99 yozsak bo'ladi. Davriy kasrni bilamiz, Ko'paytiruv B nima bizda 2 taqsim 7. Ko'paytiruv C bizda 3. Ana endi buni 7 ga bo'lsak nima bo'ladi? 3, bu yerda 1 qoladi. O'shanda buni 3 ga bo'lsak 1, bu yerda 33 qoladi. Buni yana 3 ga bo'lsak 1, bu yerda 11 qoladi. O'shanda tepada 2, pastda 11 qoldi. Demak, misolimiz javobi 2 taqsim 11. Buni ham anaqa yozsak bo'ladi. Masalan, 9 ga ko'paytirsak 18 taqsim 99. Mana. Buni biza 0,18 qilib yozib qo'ysak bo'ladi. Davriy kasr ko'rinishida. Tushunarlimi? Xohlasanglar bu javob, xohlasanglar bu, xohlasanglar bu. Bu nimaga unaqa deyapman? Testda har xil holatda berilishi mumkin. Mana bunaqa variantda berilishi ham mumkin, buni holatda berilishi ham mumkin. Ikkalovi bir-biriga teng. Endi keyingi misolimiz mana bu yoqda, demak, nima qilish kerak? Bu yoqda ham umumiy mahraj berish kerak. Mana bu yoqqa nima qilamiz? BC. Bu mahraji 1-ku. O'sha bu yoqqa BC kerak. O'shanda bu yoqqa mahraji 1 bo'lsa, bu yoqqa AC kerak. Bu yoqqa AB kerak. Nima bo'lsa o'shani beramiz bu yoqdagi mahraj. Tushunarli? O'shanda ABC -4 taqsim BC ko'paytiruv ABC -2 taqsim AC ko'paytiruv ABC +4 taqsim AB barobar. Hamma ABClarning o'rniga 8 qo'yib chiqamiz, chunki bizga qiymatini berib qo'ygan. 8 qo'ysam, 4 ni ayirsam 4 taqsim BC qoladi. Bu yoqqa 8 qo'ysam 2 ni ayirganda 6 taqsim AC qoladi. Bu yoqqa 8 qo'ysam 4 qo'shganda 12 taqsim AB qoladi. Ana endi AB, AC, BC hammasini ko'paytirib yuborsam, ABC ni kvadrati bo'ladi. Ya'ni ABC ni kvadrati. Suratida esa nima bo'ladi? 4 kira 6 24 ko'paytiruv 12 barobar nima bo'ladi o'shanda? 24 kira 12 turib turursin. Bu yoqda ABC bizda 8 edi. 8 ni kvadrati 64. Buni 16 ga bo'ladigan bo'lsak, bu yerda 4, bu yerda yo'q, tak, 8 ga bo'laylik. Bu yerda 8, bu yerda 3 qoladi. Buni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 3, bu yerda 2 qoladi. Ana o'shanda tepasida 9, pastda 2. 4,5 yoki 4,1 taqsim 2. Xullas 3 xil variant bor. Qaysi biri bo'lsa o'shani tanlanadi. Endi bu yoqda ximiz 16 ekan, primoy o'rniga qo'yib olsak juda katta xato qilamiz. Biz umumiy mahraj berib, sekin soddalashtirib chiqishimiz kerak. Bunga biz beramiz 1 plus x ni, bunga esa 1 minus x ni beramiz. Shoshmay turamiz bunga umumiy mahraj berishga. Nimaga? Chunki oldin mana buni soddalashtirib olishimiz kerak. O'shanda 1 plus x dan ayiramiz 1 minus x ni. 1 bilan ayrilib ketadigan bo'lsa 2x qoladi. 2x taqsim 1 minus x kvadrat bo'ladi. Yozamiz. 2x taqsim 1 minus x kvadrat. Yonida minus 2x taqsim 1 plus x kvadrat bor. Ana. Endi ayru 4x kub taqsim 1 plus x4. Hop, endi bunga ham misol uchun aytaylik, x8 beradigan bo'lsak, 1 minus x8 taqsim x8. Ana, bunga 1 plus x kvadrat beraman, bunga 1 minus x kvadrat beraman. O'shanda 2x, mana, yozaylik mashina ko'paytmasini. 2x plus 2x kub minus 2x kira 1 2x bo'ladi. Minus 2 minus plus 2x kub bo'ladi. 2x lar qisqarib ketsa 4x kub bo'ladi. Demak, 4x kub taqsim mana bu ikkalovini bir-biriga ko'paytirsak nima bo'ladi? A kvadrat minus b kvadrat formulaga ko'ra 1 minus x 4-si bo'ladi. O'rtada yana minus 4x kub taqsim 1 plus x 4-si. Ko'paytiruv mana bu yoqda yana boyiga 1 minus x8 taqsim x8 barobar. Xo'p, endi kelinglar buni bunday qilamiz deb yoqdan ishlaymiz. Bu yoqqa yana umumiy mahraj beraman. Demak,
buni bu yoqqa ko'paytiraman. O'shanda buni ko'paytirganimda 4x kub plus 4x 7 bo'ladi. Mana bu ikkalovini ko'paytirgan. Minus 4x kub minusga minus plus 4 x 7 taqsim 1 minus x 8. Mana bu yoqda ko'paytiruv 1 minus x 8 taqsim video olyapman. X 8 mabda. Xo'p, endi mana bu x 8 ni qisqarib ketadigan, to'g'rirog'i 1 minus x 8 lar qisqarib ketadigan bo'lsa, mana bu yerda bular qisqarib ketsa, o'shanda 4x7 ga 4x7 ni qo'shadigan bo'lsak, 8x7 bo'ladi. Mahrajida x8 bor. O'shanda 7 ta x lar qisqarib ketsa, tepada 8 qoladi, pastda bir dona x qoladi. Bizda x imizning javobi 16 ekan mana. Ko'rasizlarmi? Demak, nima qilamiz? O'rniga qo'yib yuboramiz. 8 taqsim 16. Buni 8 ga qisqartirsak 1 taqsim 2 qoladi. Yoki 0,5 qoladi. Kelovi ham to'g'ri. Tushunarli-a? Ana. Endi bizga mana bu qiymatlarni berilgan, buni ifodaning qiymatini toping deyilgan. Qaranglar. Bunga y beraman, bunga x beraman. O'shanda qo'shishda nima bo'ladi? xy minus 1 taqsim y ni kvadrati. Qo'shuv nima bo'ladi? xy minus 1 taqsim x kvadrati. Bizda xy imiz minus 1 ligi bor. Olib kelib mana bu o'rniga qo'yadigan bo'lsak, nima bo'ladi? minus 1 taqsim y ni kvadrati. Bu yerda ham minus 1 taqsim x kvadrati. Nima bo'ladi o'shanda? Bu yerda minus 2 bo'ladi. Kvadrati 4 taqsim y kvadrat. Qo'shuv bu yerda ham 4 taqsim x kvadrat barobar. O'shanda bu yerga 4 bunday chiqarib olsak, 1 taqsim y kvadrat qo'shuv 1 taqsim x kvadrat. Endi barobar bu yoqqa x kvadrat, bu yoqqa y kvadrat beraman. O'shanda nima bo'ladi? X kvadrat qo'shuv y kvadrat taqsim x kvadrat y kvadrat ko'paytma. Barobar. Buni ham 4 ko'paytiruv. Mana x kvadrat qo'shuv y kvadratni mana bunaqa yozsa bo'ladi. X kvadrat qo'shuv y kvadrat barobar deymanda x plus y ni kvadratidan 2x y ni ayirib tashlayman. Nimaga? Chunki buni yoyganimda o'rtada 2x y bor bo'ladimi? Ayirib tashlasam, o'shalar yo'q bo'lib ketib, chetidagi x kvadrat y kvadratlar qoladi. Ana, demak, nimaga bunaqa qolma? Chunki mana buni qiymati bor deymanda x plus y ni. 2. Demak, 2 ni kvadrati minus 2 ko'paytiruv x y ni o'rniga minus 1. O'shanda nima bo'ladi? 4. Hamma bizotda videoyimda. 6. Endi buni qiymatini topib oldik. Ya'ni x kvadrat qo'shib y kvadrat qiymatini topib oldik. 6 bo'ldi. Endi olib kelib o'rniga qo'yamiz. Ana 6 bo'ldi. Endi taqsim x kvadrat y kvadrat nima degani? X y ni kvadrati, ya'ni minus 1 kvadrati plus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Ana o'shanda 6 ni 1 ga bo'lsa 6, 4 kar 6 24 bo'ldi. Ana, demak, bu misolimizni mana shunaqa berilgan ma'lumotdagi sonlarni o'rniga qo'yib foydalanib topishimiz kerak. Ana endi 60 bu yerda sharti bor edi. Xo'p, 60-misolda kasr qisqaradigan barcha m butun sonlarni toping deyapti. Xo'p, kasr qisqarish kerak ekan. Endi qaranglar. Mahraji nima? X minus 3 va x plus 3, to'g'rimi? X minus 3 yoki x plus 3 bilan qisqarish uchun mana bu viet bo'yicha, ya'ni qovusga ajralish kerak. Ya'ni qanaqa? Masalan, x plus 3, x plus 4 qilib ko'paytirsam qanaqa bo'ladi? 3 kere 4 12 bo'ladi-yu. 3 bilan 4 qo'shsam 7 bo'ladi. Mana x plus 3, x plus 4 bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak bizda? M imiz 7 bo'lishi kerak bu holatda. Chunki qovus ochsak 7x hosil bo'ladi. Ana, birinchi qiymati 7 bo'ldi. Endi
xuddi shunaqa 12 bo'ladigan x plus 3 x minus 3 bilan ham qisqarishi mumkin-ku. Uning uchun x minus 3 x minus 4 bo'lishi kerak. Bu birinchi variant deydigan bo'lsak, x minus 3 x minus 4 taqsim deydigan bo'lsam, buni qo'lsa ochib chiqsam, x kvadrat minus 7x plus 12. Xuddi shu narsa, faqat minus 7x bo'ldi. Bu yerda m nima bo'ldi? Minus 7 bo'ldi. Zato baribir qisqaryapti. Bir safar bu bilan qisqaradi, bir safar bu bilan qisqaradi. Bizga qisqaradigan dedi. Demak, m ikkimizning qiymati minus 7 bo'lyapti. Xo'p, o'shanda barcha m butun sonlarni toping. Mana 7 va minus 7 topildi. Keyingi misolimiz. Xo'p, bu yoqda 63 ta bizda prosta demak hisoblashimiz kerak ekan. Uning uchun qaranglar. Biz mana bunaqa yozib olamiz. 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3 deb yozsak, umumiy mahraj berganda bunga 3, bunga 2 bersak, ayirganda 1 taqsim 2 kira 3 qoladimi? Ha. Demak, men buni mana shunaqa ayruv ko'rinishda yozsam bo'lar ekan. Qo'shuv, keyingisi 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 4, keyingisi 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 5, qo'shuv, keyingisi va hokazo bo'lib 1 taqsim 14 minus 1 taqsim 15 barobar. Ana o'shanda mana bular bir-biridan minus plus qo'shganda 0 bo'lib ketib, qisqarib ketadi-da. O'shanda nima bo'ladi? Tak. Ikkala bo'layotgan bo'lsa, oldingisi hop 15 dan boshlanadi. Demak, mamutgacha ham qisqaradi. Chunki keyingisi 15 dan boshlanishi kerak, lekin yo'q-ku qisqaradi. Demak, 15 qolib turadi. Ana o'shanda 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 15 qolyapti. Bu yoqqa 15 beraman, bu yoqqa 2 beraman. O'shanda ayirganda 13 taqsim 30 qoladi. Misolimizni javobi. Tushunarli-a? Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Ana, bu yoqda endi xuddi shunaqa yozsam nima bo'ladi? Qaranglar. 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 5. Bu yoqqa 5, bu yoqqa 2 berganimda, ayirganda 3 taqsim 2 kara 5 hosil bo'ladi. Bu yoqda 3 yo'q-ku. Buni oldiga zato men bundoq qilib turib 1 taqsim 3 ko'paytirib yuborsam qisqarib ketib joyiga tushadimi? Endi xuddi shu narsani hammasida qilsamchi, hammasida 1 taqsim 3 hosil bo'lib qolar ekan. Demak, umumiy qilib qo'z tashqariga 1 taqsim 3 ni chiqarib yuboraman. O'shanda mana bunaqa narsa hosil bo'ladi. 1 taqsim 3 qo's ichida hammasida 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 8, 1 taqsim 8 minus 1 taqsim 11 plus va hokazo 1 taqsim 197 minus 1 taqsim 200 bo'ladi. Ana o'shanda mamutlar polniy qisqarib ketadi-da. Nima qoladi? 1 taqsim 3 ko'paytirib 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 200 qoladi. Bunga men 100 bersam, 1 ayirganda 99 taqsim 200 qoladi. Bu qisqarib ketsa 33 bo'ladi. 33 taqsim 200 bizning misolimizning oxirgi javobi bo'ladi. Tushunarli-a? Endi keyingi misolimiz hammasida 11 bor. Demak, men 11 ni qo'z tashqariga chiqarib yuboraman va qolgan narsa nima qoladi? 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 6 deb qolsam, agar nima bo'ladi? Bunga 6, bunga 3 bersam, yana 3 taqsim 3 kara 6. Yana 3 xalaqit berib qo'yadi. Uning uchun men 1 taqsim 3 chiqarishim kerak, to'g'rimi? Qisqarib ketib joyiga qaytish uchun. Demak, 11 taqsim 3 ni bir to'liq o'z tashqariga chiqarib olaman. Ana o'shanda 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 6 plus 1 taqsim 6 minus 1 taqsim 9 plus 1 taqsim 9 minus 1 taqsim 12 va hokazo 1 taqsim 327 minus 330. Ana. O'shanda men bular hammasi qisqarib ketib, nima qoladi? 11 taqsim 3 ko'paytirib 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 330. Bunga nima kerak? 110 kerak. Xo'p, o'shanda barobar 11 taqsim 3 ko'paytirib 110 dan 1 ketsa 109 qoladi. Taqsim 330 bo'ladi. Ana. O'shanda 11 ga bo'lib olsam 30 qoladi. 109 taqsim 3 kara 30 90 bo'lyapti. Bu qisqaradi deb o'ylayapsizlar? Yo'q, 109 qisqarmaydi. Bu 90. O'shaning uchun 1.19 taqsim 90 deb yozib qo'yamiz. Tushunarli-a? Xo'p, 70 gacha ham ishlab
chiqdik. Hop, qolganlari xuddi shunga o'xshagan. Hop, iqtidorli o'quvchilar uchun degan bo'limini ham sizlar uchun maxsus ishlab beraman hozir keyingi video davomida. Demak, mana bu tepasi ko'rayotgan bo'lsanglar, 1 taqsim a qo'shuv 1 taqsim b ning qaz kvadrati formasiga mos kelyapti. Ana endi shuni yozib olaman, qaranglar. 1 taqsim a qo'shuv 1 taqsim b ning kvadrati minus men buni s taqsim ab ning kvadrati deb yozib olaman. Mahrajida bu yerdan shundan minusni chiqarib yuborsam 1 taqsim a qo'shuv 1 taqsim b minus s taqsim ab bo'ladi. Mana o'rin almashadi. Men minuslar chiqib ketgani uchun plyus bo'lib qoldi. Bu minusga o'zgardi. Tepadagi bilan qisqarishga mo'ljallab yozib qo'ydim. Endi a plus b plus s barobar. Endi demak, mana bu tepadigini a minus b ning kvadrati deb yozadigan bo'lsak, tushuntirish uchun yozdim. Endi ajratamiz. 1 taqsim a qo'shuv 1 taqsim b minus s taqsim ab, keyin bir marta 1 taqsim a qo'shuv 1 taqsim b plus s taqsim ab bo'ladi. Bir marta buni ayirdim, bir marta qo'shdim. Ya'ni kvadratlar ayirmasi formulasi. Ana shunda mana bu tegidigi bilan qisqaradi. O'shanda kakras bu bilan bir xil bo'ldi, qisqarib ketadi va natijada tepasida umumiy mahraj beradigan bo'lsak, bunga b, bunga a. O'shanda surati bo'ladi. A plus b plus s taqsim a b, mahrajida esa a plus b plus s. Bu degani mana bular qisqarib ketib 1 taqsim a b qoladi degani. Endi o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak, 1 taqsim 2/4 ko'paytirib 5 taqsim 6. Bular qisqarib ketsa, bu yerda 1, bu yerda 0,4 qoladi. 0,4 ni 5 ga ko'paytirsa 2 bo'ladi. Misolimiz javobi 1 taqsim 2 ekan. Keyingi misolimiz. Xo'p, bu yoqda bizga a plus b plus s ni qiymatini bergan, buni qiymatini bergan, mana bu ifodani qiymatini so'rayapti. Endi qaranglar. A plus b plus s ni foydalanishim uchun hammasida a plus b plus s ga keltirib olishim kerak. Buning uchun qaranglar, 1 qo'shib bersam nima bo'ladi? Bunga a mahraj bersam a plus b plus s taqsim a bo'ladimi? Ha. Bungacha 1 qo'shib bersam, bunda b mahraj berib yuborsam, bu yerda xuddi shunaqa bo'ladi. Bunga ham 1 qo'shib bersam, unga s mahraj berib yuborsam shunaqa bo'ladi. Ana o'shanda a plus b plus s taqsim a bo'ladi bu. Bunisi a plus b plus s taqsim b bo'ladi. A plus b plus s taqsim s bo'ladi. Men 3 ta 1 qo'shib berdim-ku. Ayru 3 deb yozib qo'yaman. Ana o'shanda men bularni hammasidan a plus b plus s larni qo's tashqariga chiqarib yuborsam, 1 taqsim a qo'shuv 1 taqsim b qo'shuv 1 taqsim s qoladi. Ayru 3. Qarabsizlarki, tepadagisi 12 qiymati, keyingisiniki 25 taqsim 6. Ana, o'rtada ko'paytiruv bo'lgani uchun 12 lik qisqarib ketsa, bu yoqda 2 qoladi. 2 kere 25 50 bo'ladi. 3 ga ayirsak 47 degan javob chiqadi. Xuddi o'sha narsa 78-misolda ham foydalansak bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Misol uchun, bizda hozir mana bu yerga 1 qo'shib beradigan bo'lsam, bu yerga a plus b beriladi, to'g'rimi? 1 qo'shib beradigan bo'lsam, bu yerda b plus s ko'paytiriladi. 1 qo'shib beradigan bo'lsam, a plus s ko'paytiriladi. Ana, o'shanda bu yoqda ham a plus b plus s hammasida bor bo'lgani uchun mana bunaqa yozib o'tirmasdan bittada chiqarib yubordim. Mana bu holatni hosil qilish uchun o'shanda 1 taqsim a plus b qoladi bu yerda. 1 taqsim b plus s qoladi. Bu yoqda 1 taqsim a plus s qoladi. 3 ta 1 qo'shib berganim uchun 3 ga ayirib yuboraman. O'shanda men hech narsa o'zgartirmagan bo'laman. Endi mana bu ko'paytma, demak, birinchisi 6, keyingi qovusimiz necha? 13 taqsim 12. Ayiramiz 3. Demak, bu qisqarib ketsa nima bo'ladi? 2 qoladi.
Hop, bunga demak 2 tadan bersak 13 ayiramiz 6 taqsim 2. 7 taqsim 2 3,5 degan javob bo'ladi. Tushunarli-a? Ana endi bu yoqda qaranglar. Men bu plus 1 taqsim s ni bu yoqqa o'tkazib yuboraman. O'shanda 1 taqsim a plus b teng 1 taqsim a plus b plus s minus 1 taqsim s bo'ldi. To'g'rimi? O'shanda buni s ga, buni a plus b plus s ga ko'paytiraman. O'shanda 1 taqsim a plus b teng buni ko'paytirib chiqadigan bo'lsa s minus a minus b minus s bo'lyapti. Taqsim s ko'paytiruv a plus b plus s. Mana bu s'lar qisqarib ketsa, nima bo'ladi? 1 taqsim a plus b teng mana bu yerdan minusni chiqarib olsam a plus b taqsim s ko'paytiruv a plus b plus s bo'ladi. Endi bu yoqda 1 taqsim a plus b emas, 1 taqsim a plus 1 taqsim b ekan. Bunga b, bunga a bersam, naborot suratda a plus b taqsim a b bo'ladi. Bu yerda ham shunaqa a plus b taqsim a b. Ana, endi mana shu tenglamadan birinchi holat ikkitasida ham a plus b bormi? Surati 0 bo'lsa, 0 teng 0 bo'lib tenglama qanotlantiradimi? Bu degani a plus b teng 0 birinchi holat. Ana, endi ikkinchi holat, bularni qisqartirib olsam, bu yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadimi? O'shanda a s qo'shuv b s qo'shuv s kvadrat bo'ladi ham qo'shib ochib yuborsam, u yoq tomonga a b o'tsa, minusi bo'lgancha minus a b bo'ladi. Ana, endi qaranglar, hammasini bu yoqqa olib o'taman. Hop, a s qo'shuv b s mana bu yoqqa qo'shuv a b qo'shuv s kvadrat teng 0. Ana endi mana bu ikkalovidan s ni chiqarib olsam a plus b qoladi. To'g'rimi? Hop, bu ikkalovidan chiqara olamanmi? Yo'q, chiqara olmas ekanman. Demak, boshqasini guruhlab ko'ramiz. Bu ikkalovini, bu ikkalovini. Bu ikkalovidan men b ni chiqarib olsam, nima bo'ladi? A plus s qoladi. Bu ikkalovidan s ni chiqarib olsam, a plus s qoladi. Ikkalovidan keyin a plus s ni chiqarib olsam, mana ikkalovidan b plus s qoladi. Ana, ko'paytma 0 bo'lish uchun yoki bu 0 bo'lishi kerak, yoki bu 0 bo'lishi kerak. Demak, birinchi holat a plus b teng 0, bundan xulosa a teng minus b. Ikkinchi holatda bu teng 0 bo'lsa a teng minus s, bu teng 0 bo'lsa b teng minus s bo'ladi. Endi birinchi holat uchun bu yerga olib kelib qo'yaman. A teng minus b bo'lsa nima bo'ladi? 1 taqsim a kub mana shuni o'rniga minus b ni kubi minus b kub bo'ladi. Plus 1 taqsim b kub plus 1 taqsim s kub teng to'g'ridan minus 1 taqsim, mana buni javobini topganman hozir. A kub o'rniga minus b kub qo'yaman, plus b kub plus s kub teng. Mana bular plus minus bo'lgancha bir-birlaridan qisqarib ketib 1 taqsim s kub minus mana bular ham qisqarib ketib 1 taqsim s kub qoldi. Bu 0 deganimi? Demak, bu ifodamiz javobi 0 chiqadi. Keyingi safar a teng minus s bo'lsa, a bilan s lar qisqarib ketib 1 taqsim b kub minus 1 taqsim s kub teng baribir 0 bo'ladi. Uchala holatda ham ifodamizning javobi 0 chiqadi. Demak, bu misollarimizning javobi 0 ekan. 82-misolda x, y, z ko'paytmasi demak birligi berilgan. Birinchi kasrga tegmaymiz. Ikkinchi kasrda men buni o'rniga x, y, z qo'yib olsam, mana endi o'shanda hammasida z bo'ladi. Z larni chiqarib olsam, y plus 1 plus x, y qoladi. Mana bu z lar qisqarib ketadigan bo'lsa, y taqsim mana bu ifoda mahraji bir xil bo'lib qoldi. Endi bu yoqda mana x dan foydalanyapman. Mana bu y z ni bu yoqqa bo'luv qilib o'tkazdim. 1 taqsim y z bo'ladi. Mana bularni o'rniga qo'yib chiqaman. O'shanda nima bo'ladi? Qaranglar. 1 taqsim y to'g'rog'i bu yerda x emas, z o'rniga yozishimiz kerak ekan. O'shanda z barobar 1 taqsim x y bo'ladi. Bu yerda ham 1 taqsim x y ko'paytiruv x.
Bu yoqda ham o'shanda x ko'paytirib 1 taqsim x y bo'lyapti z o'rniga plus demak x plus 1. Ana, o'shanda qaranglar. Bu yerda x lar qisqarib ketadi, bu yerda x lar qisqarib ketadi. O'shanda nima bo'ladi? 1 taqsim y, bu yoqda nima bo'ladi? 1 taqsim y plus x plus 1 bo'ladi. Bunga ham y, bunga ham y bersa nima bo'ladi? 1 taqsim y 1 plus x y plus y taqsim y bo'ladi. Bular ham qisqarib ketsa 1 taqsim x y plus y plus 1 bo'ladi. Mana bu ifodamiz javobi shu bo'ldi. Endi birinchisini yozaman yonidan. Qo'shiluvchilarni o'rni o'zgarsa hech narsa qilmaydi-ku. Oxirgisini hisoblab olganim uchun oxirgisidan boshlayapman. X y taqsim o'rtadagisi y taqsim x y plus y plus 1. Hammasining mahraji bir xil bo'ldi. Bitta umumiy mahrajiga yozaman. X y plus y plus 1. Surati ham o'rni almashtirsam hech narsa qilmaydi. Y plus 1. Bir xil bo'lgani uchun bular qisqarib ketib 1 degan javobga ega bo'lyapti. Noodatiy misollar turiga kiradi. Bu yoqda umumiy mahraj beraman. Hammasiga A, B, S bo'lish uchun bunga A, bunga B, bunga S beraman. Bunga demak A bor, B, S beraman. Bunga A, S, bunga A, B. O'shanda nima bo'ladi? Qaranglar. Buni tagidan yozib olaman. Demak, A kvadrat qo'shuv B kvadrat qo'shuv S kvadrat taqsim A, B, S barobar bu yoqdachi A, B, B, S, A, S taqsim A, B, S. Yozib oldim. Bular qisqarib ketadi-da, endi men buni 2 ga ko'paytirib, hammasini bu yoqni bu yoqqa ayirib o'tkazib olaman. 2a kvadrat 2b kvadrat 2s kvadrat minus mana bular 2ab 2bs 2ac teng 0 bo'lib qoldi. Endi qaranglar. A kvadratni bittasini olaman-da, mana bitta minus 2ab ni olib turib, bitta b kvadratni olaman. Ana, yana ikkinchi a kvadratdan foydalanaman-da, ikkinchi bs ni olib turib, demak, tak, bu yerda a b ni ishlatgan bo'lsak, endi a qatnashgan s li bor. Demak, ac kerak menga. Endi ikkinchi soni s bo'lgani uchun bitta s kvadratdan foydalanib turaman mana bitta. Tushunarli? Ikkitadan-ku hammasi. Hammasini joylashtirib formulaga moslab chiqaman. Ya'ni to'la kvadrat formulasiga a minus b ni kvadrati, a minus s ni kvadrati. Endi b s li kerakmi? Unga nima kerak? B kvadrat bilan s kvadrat. Kakras ikkinchilari ishlatilmaydi. A kvadratli ikkitadan ishlatiladi. B kvadrat, S kvadrat bittadan ishlatiladi. Endi ikkinchi B kvadrat ishlatiladi. 2BS mana bu yerga plus endi ikkinchi S kvadrat ishlatiladi. Barobar 0 joyida turaveradi. Mana bu ham formula kerak. Bu demak A minus B ni qavs kvadrati, bu A minus S ni qavs kvadrati, bu B minus S ni qavs kvadrati teng 0. Uchta kvadrat yig'indisi 0 bo'lishi uchun har biri 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu degani a minus b teng 0 bo'lsa a teng b bo'ladi. A teng s bo'ladi. Shunda b teng s bo'ladi. Ana. Endi men bu ifodani o'rniga qo'yaman, qaranglar. A plus b ni o'rniga nima qo'yaman? A qo'yaman. S ni o'rniga ham mana a ga teng-ku, a qo'yaman. B qo'shuv b taqsim b. S qo'shuv s taqsim s. O'shanda 2a taqsim a, 2b taqsim b, 2s taqsim s. Bular qisqarib ketadigan bo'lsa 2 2 2. Demak, javobimiz 6 bo'lyapti. Shu bilan bizani demak 20-mavzuyimiz algebrikasilar 2-qism o'z nihoyasiga yetdi. Oxiridagi noodatiy, ya'ni ixtiyorli o'quvchilar uchun degan misollarni ham qo'shib borishni boshlaymiz bu yo'g'iga. Keyingi darsimiz takrorlash testi 11-mavzudan 20-mavzugacha. Kuzatib borishda davom etinglar.